Dasturimiz davom etadi. Hurmatli teletomoshabinlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Siz Assalom Buxoro dam olish dasturining dushanba tongini tomosha qilyapsiz. Sahifa muallifiga esa alohida minnatdorlik bildiramiz. Va dasturimizni davom ettirar ekanmiz. Bugun studiyamizga bolalik yana qaytdi desak adashmaymiz Sinatullo. Chunki mana nafaqat bolalik, balki o'sha bolalarning chiroyli tabassumi va ularning o'sha iste'dodi bilan kirib kelishdi. Bugungi bolajonlarimiz haqiqatan ham iqtidorli, iste'dodli va mashhur bolajonlar. Ularni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Mubinaxon va Muhammadjon. Assalomu alaykum deymiz. Xush ko'rdik sizlarni. Biz ham. Demak, Mubinaxon va Muhammadjon sizlarga Mimi qizi aynan blog asosida tanish. Ular mana shu birgalikda chiroyli sahnalarni namoyish etishadi. Chol va kampir, kelinlaringiz ham bor edi, shundaymi? Qani bugun kelin? U uyda qoldi. Uyda qoldi. Kayfiyat qanaqa? Juda ham a'lo. Juda ham a'lo bo'lishi uchun ertalab nima ish qildingiz? Ertalab Halam yotibsanmi? Uyg'on, soat 8 bo'ldi, biroq uyg'otadimi yoki o'zingiz uyg'onasizmi? Oyijonim uyg'otadi-da. Ayrim payt o'zim ham uyg'onaman. Keyin agar uyqum kelsa qaytadan yotaman. Muhammadjon kulyapti, demak uni uyg'otishadi, to'g'rimi? Qiyin ekan. Kim uyg'otadi? Kim uyg'otadi siz ertalab? Onam. Oyizlar. Qarang, shu yoshda ijtimoiy tarmoqda faol bo'lish yoki bo'lmasa obraz orqali ko'rinish berish katta soha vakillari uchun ham ba'zida qiyin. Sizlar uchun qiyin emasmi? Yo'q. Demak, o'zlaringiz istab, xohlab shu sohaga kirgansizlar, ha? Ha. Xo'p, o'zi kim undagan sizlarni bu yo'nalishga kirishlaringizga? Nima sabab bo'lgan? O'z-o'zidan, demak, men rol ijro etaman, men ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'laman, faol bo'laman demagandirsiz, to'g'rimi? Ha, unaqa demaganman. Oyijonim menga aytganlar, keyin men rozi bo'lganman. Birinchi olgan videoyimiz bu qaynona kelin. Shashlik haqida olganmiz. Keyin u soatlar ichida millionlab prosmotr bo'lib ketdi, Telegram gruppalarga chiqib ketdi. Keyin insonlar aytishdiki, bu qizchaga profil ochinglar deb. Keyin biz profil ochdik, Mimi qizi deb. Necha yoshdasiz hozir? Hozir men 10 yoshdaman, 5,5 yoshimdan boshlaganman, tishim tushgan paytida. Demak, 5,5 yoshda tishingiz tushgan, ha? Necha yoshingizda qaytib chiqdi? Unisi esimdan chiqdi. Qarang, hozirgi paytda auditoriya, kuzatuvchilar soni qancha? 123 shularga yaqin. Bunaqa 1 million prosmotrlar. Mana men degan o'sha katta yoshdagi blog yurituvchi o'sha demak blogerlardan ham ko'proq ekan, ha? Bitta savol qiziqda, ijtimoiy tarmoqlarga kontent yaratish bir masala, tarozining bir pallasi. Umumta'lim maktabdagi jarayonlarga xalaqit bermayapti, maktab borasizlar, darslarga faol qatnashasizlar. Undan keyingi ish bu, to'g'rimi? Video hozirgi kunda juda ham kam olyapmiz video. Chunki men o'qishim kerak, ta'lim olishim kerak. Hozirda juda ham kam chiqaryapmiz. Nechta chiqaryapsizlar? Bir ayrim vaqtlarda 3 ta yoki 4 ta olardik, hozirlar bitta olyapmiz. Bitta olyapsizlar, Bir ha? kunda 4 ta, 5 ta olardik, hozir bitta olyapmiz. Muhammadjon katta bo'lsa kim bo'ladi? O'ylayaptilar hali. Muhammadjon, Militsiya. Muhammadjon hali endi maktab borar ekanlar. Endi maktab borasizmi? Qarang, demak, Mubinaxon 2-sinfda tahsil olyaptilar. 2 sinfda. Demak, Muhammadjon hali endi maktab borish, demak, taraddudda. Xo'p, kelinimizchi? Kelinimiz 1-sinflar. Demak, adashmasam, ular ham singlingiz. Bu jiyaningiz. Da. Birgalikda, demak, oilaviy mana ajoyib bir o'sha rollarni ijro etyapsizlar. Xo'p, aynan o'sha jarayonlarni, sahna ko'rinishlari kimdan g'oyat ko'proq chiqyapti? Sizlardanmi, oyingizdami, yo yana biron kishi yordam beryaptimi? Oyijonim bilan Sohib akam videoni tuzadilar va oyijonim bizga gapimizni aytadi, biz yodlamasdan turib o'shani aytamiz. Darhol. Ha. Demak, bir kun oldin yoki 1 soat, 2 soat oldin emas. Yo'q. Xo'sh, biror bir obrazda nimadir ijro qilib bering. Xo'p. Sizga yoqmagan, yoqqani yaxshi chiqishi mumkin, yoqmagan. Mana shu obraz menga yoqmaganda shuni qilmaylik, lekin baribir qo'yilgan, prosmotr olgan, tomoshalar ko'rilgan. Qaysi biri siz xohlamagansiz shuni ijro qilmaylik. Shuni ijro qilib bering. Hammasi menga yoqadi, lekin yomon ko'rganim yo'q mana. Bo'ldi, o'zingiz xohlagan.
birgalikda ijro etib bersalar ham yaxshi bo'lardi. Kiyani ijro qilib beramiz. Qo'shiq adashmasam bu. Da. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Bu boshdan. Boboshdan. Marhamat. Kampirginam ko'chaga chiq. Aha. Boboylarning qarori keldi. Necha yillar yig'gandim pullar. Mana qara kiyin oldim. Sarishtalab tiyillab. Mana qara kiyin oldim. Kutmagandim rostini ayting. Menga mashina olishlaringizni. Ishonmadim oynadan qarab. Kiya minib kelishlaringizni. Ishonaver mana hujjati. Kredit masnar pulga oldim. Xudolarga maqtangin kampir. Mashinalar zo'rini oldim. Bu sovg'ani oldinroq bilsam, qo'shnilarga aytib chiqardim. Sizni xursand qilmoqlik uchun rayhonli choy damlab qo'yardim. Kampirjonim ko'chaga chiq bo'lmasa o'zim uyga kiraman demadingiz yakunida. Juda ham ajoyib. Yaxshi kayfiyat. Meni bir savol o'ynayapti, qiylayapti-da, qarang. Shu yoshda mimikalarni o'z joyida qo'yish yoki bo'lmasa so'zga hamohang qo'llarni ishlatish postanovka deydi bu san'at turida, ya'ni kim holatga so'zga mos qo'l harakatlar. Buni kim o'rgatadi sizga? Oyijonim. Demak, haqiqiy aktyor uyda onangiz, siz uni ijro qilib beruvchi. Ya oyijonim o'rgatadilar mana rolimni va men harakatlarni qilib, gaplarimni aytib va men rolga kiraman. O'sha qoshlarimni chizdimki, obrazimga kiraman men. Qoshni chizdilarki, kiyinib bo'ldilarki, demak, obraz tayyor. Undan chiqishning iloji yo'q. Cholsiz ijro qilish yaxshimi yo chol bilan ijro qilish yaxshimi? Chol bilan. Juda ham ajoyib qoyil. Xo'p, keling, keling, meni chol nima uchundir qiynayapti-da. Juda ham kam gap ekanlar, ha? Sezmadingizda, hozir bor nafaqaga kiya olib berdilar, mana kreditga emas dedilar, shundan xavotirda chol. Buni to'lash kerak. Shunaqami? Uyatchan chol ekansizda. Kampris qo'ymayaptilarmi gapirishga? Hozir bu uyalyapti, uyda yomon shustri bu. Demak, shu. Gapga chechang. Shunaqami, Muhammadjon? Judayam sho'x bola. Xo'p, sizni o'sha bu yo'nalishga qiziqtirgan kim? Nima uchun bu yo'nalishga kirib keldingiz yoki xohlagandingizmi o'zingiz? Oldindan biron kishini kuzatarmidingiz, tomosha qilarmidingiz? Xo'p, O'zim xohlagandim. o'zingiz istagansiz, ha? Bir kunda qancha telefon ishlatasizlar? Ya'ni kim 1 soat umumiy bir kun ichida yo 2 soat? Ayajonimdan ko'proq so'rab olaman rasm chizish uchun. Keyin singlim so'rab oladi kelincha darslarni ustozi Telegramdan vazifalar tashlaydilar, u ham so'rab oladi. Sizchi? Ko'p telefondan foydalanish ko'z uchun, diqqatni jamlash uchun zararligini bilasizlar, ha? Da. Bilamiz. 2-3 soat mashq qilasizlar bilsangiz ham. Lekin amal qilmaymiz deng. Qarang, yoshingizga mos kontentlar ham chiqib turadimi? Ya'ni kim chol hamda kampir obrazda emas, aynan o'zingizga yoshingizga mos bo'lgan kontentlar, videolar. Biz bir marta oyijon haqida ruscha qo'shiq aytib chiqqanman, lekin ko'proq chol va kampir obrazda biz. Demak, asosiy yo'nalish shu. Juda yaxshi. Keling, mana shu sahna namoyishlaridan birini tomosha qilsak ekran orqali. Marhamat. Vayin olsam sangane, sangane, sangane. Like bosmasang mangane, mangane, mangane. Shaq shaq yoz comment. Shaq shaq jinat moment. Negatiflar ortiq, repostchilar yondi. İkimiz komediya, g'iybatchilar tragediya. E'tibor bermaymiz. Yasha vachacha, 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 bibicha, vachacha, vachacha, vaya vaya bu boycha. Muhtaram
muxlislar, aziz yurtdoshlar, dasturlarimiz davom etadi. Siz Buxoro telekanalida Salom Buxoro tongi dasturini tomosha qilyapsiz. Bizning bugungi jajji mehmonlarimiz iste'dodli, iqtidorli bolajonlar Muhammadjon va Mubinaxon. Yana bir bora xush ko'rdik sizlarni deymiz. Juda ham chiroyli, maroqli suhbat bo'lyapti. Xo'p, Mubinaxon, mana eshitishimiz bo'yicha aynan videolaringizda ham Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib bordik. Turli challengelarda ham ishtirok etibsiz, shundaymi? Aynan chol va kampir obrazida. Xo'p, bu qaysi challengelar g'olib bo'ldingizmi? Qanaqa sovrinlarni qo'lga kiritdingiz? Xo'p, eshitamiz. Birinchi qatnashgan challenge bu Bobur Mansurovning challengelari. Ustozjon 1-oktyabr uchun ustozjonga video taxlaysizlar dedilar va men video taxladim va birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. iPhone 16 Pro. Qani telefon kimda? Oyijonimda. Hammasi oyijonimda. Hammasi oyijonimda. Ikkinchisi bu Munisa Rizayeva. Munisa Rizayevaga ham qo'shiqlarida mana bu mish-mish qo'shiqlariga video taxladik va 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Bunga nima qo'lga kiritdingizlar? $200. Bo'lib oldingizlarmi chol bilan yoki faqat o'zingizda qoldimi pul? Oyijonimda. iPhone yonida. iPhone yonida. Xo'p, 3-challenge. 3-challenge bu Ozoda Nursaidovaning challengelariga va Ozoda Nursaidova Chamondon qo'shiqlariga video taxlaysizlar dedilar. Mana yana video taxladim va birinchi o'rinni yana qo'lga kiritdim. Bunga nima sovg'a oldingiz? iPhone yoniga nima oldi? $1,500 Bu oldim. ham iPhone yoniga ketdi. Da. Juda yaxshi. Obrazdagi kiyimlar, ro'molingiz bor-ku. U oldin foydalanganmi bu joningizniki yoki siz uchun maxsus sotib olindi? Bir 100 bo'lsa kerak o'sha. Ro'molingiz kim bergan o'sha ro'mol kimniki o'zi? Ana bu ro'mol buvingniki yoki buvning buvisidan qolgan? Bobojonimni onalariniki. Oho, shunga urg'u bermoqchiman-da. 1 yoshga kirganlar. Borlarmi hozir? Hozir vafot etganlar. Sizni kiyimingizchi maxsus olingan, a? Da, bu kishinikini tiktiramiz. Yoki adajonimniki, bobojonimniki kiydi. Mo'ylovchi? Mo'ylov siladi. Siladi. Aha. Xo'p, yana bir savol. Albatta, mana mashhurlikka erishyapsizlar asta-sekinlik bilan. Maktabda ham boshqacha o'sha e'tibor, boshqacha bir hurmat va albatta ustozlar tomonidan ham qo'llab-quvvatlashlar yoki sinfdoshlarni o'zgacha bir qarashlar bo'lsa kerak, a? Shunday emasmi? Xo'p, mana shunday holatlarda o'zingizni qanday tutasiz? O'zingizdagi o'sha yuragingizda kechgan bir qandaydir yaxshi ham shu oyijonim bor ekan, meni shu darajaga yetkazyaptilar deb, a? Nimalar kechadi yuragingizda? Oyijonim shu mashhur bo'lishimga sababchi bo'lganlar. Birinchi videomni ham olishimga mana shu qoshlarim, shu grimlarimni ham oyijonim taxlab beradilar. Demak, asosiy rolda prodyuser oyijoningiz. Siz uchun ammajoningiz. Shundaymi? Yaxshi ko'rasizmi ammajoningizni? Ha? Xo'p, qolganlar qarshi bo'lmaganmi? Xo'p, oyijoningiz sizlarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Qolgan oila a'zolaringiz, sizni oyijoningiz, dadajoningiz yoki boshqa o'sha oila a'zolar, buvijon, bobojonlar bor. Xo'p, ular qarshilik ko'rsatishmaganmi? Yo'q. Barcha qo'llab-quvvatlaydi. Ha. Juda ham yaxshi. Ijodiy zafarlar tilab qolamiz. Rahmat. Hech qachon to'xtamanglar. San'at bu juda keng ummonda. U oqimga qarshi suza bilgan insongina muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Doimo bir xil fikr bo'lmaydi. Kimlardir qoralaydi, tanqid qiladi, kimlardir esa bu yosh bolalarga xos va mos ish emas degan fikrlarni bildirishi mumkin, lekin san'at chechaklari so'zga qarab turmasligi kerak. Qo'llab-quvvatlab bo'lgan joyda o'sish bo'ladi va bu chechaklar albatta qiyg'os ochilgandan keyin bir meva olinadi. Shu sababdan hech qachon to'xtamanglar va foydali kontentlar, ya'ni kim har bir video ortida nima demoqchimiz degan savolga javob bo'lishi kerak. Shuni aslo yodlaringizdan chiqarmanglar. Tashrif uchun rahmat. Kelgusi safar kelganimizda kuzatuvchilar soni bir 200 mingtadan oshishga va'da beringlar endi. Va'da beramiz 200 mingta yoki 300 mingta bo'lgan paytlarimizda yana kelamiz. Barcha niyatlaringizga erishinglar deymiz. Mana demak kameraga qarab yaqinlaringizga aytar so'zingiz, do'stlaringizga salomlaringiz va niyatlaringiz bo'lsa marhamat, eshitamiz. Barchangizga tashakkur deymiz. Buxoro telekanalini kuzatib boring. Bobosh, shu futbol nima kerak bo'lar sizga? Baribir Real Madrid yetmaydi. Pul bering menga. Qo'shiq qo'yaman yoki Buxoro telekanalini qo'yaman. Ana Buxoro telekanali ko'rdingizmi? Rahmat. Bor bo'linglar.